Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Ayniqsa bank kartasiga pensiya oladigan barcha yurtdoshlarimiz uchun. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi ma'lumotlar sizning moliyaviy osoyishtaligingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirda pensiya oluvchilar uchun yangi cheklovlar kuchga kirmoqda va men sizlarga bu cheklovlarning to'liq ro'yxatini, ularning sabablarini va nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Bu nafaqat sizning pensiyangizni ishlatish tartibingizni o'zgartiradi, balki kelajakdagi moliyaviy rejalaringizga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu muhim xabarni o'zingizning yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot hamma uchun juda zarur. Keling, avval qanday bo'lganini eslab olsak. Avvallari pensiya bank kartasiga tushgan edi. Ko'pchilik uni hech qanday jiddiy cheklovlarsiz ishlatardi. Naqd pul yechish, tovarlar sotib olish, boshqa kartalarga o'tkazish bularning barchasi odatiy hol edi. Ba'zi banklarda ba'zi cheklovlar bo'lsa-da, ular aksariyat pensionerlar uchun sezilmas edi. Siz o'z pullaringizni xohlaganingizcha boshqarardingiz. Naqd pul kerak bo'lsa, bankomatdan yechib olar edingiz. Agar mablag'ni boshqa birovga o'tkazmoqchi bo'lsangiz. Bu ham juda oson edi. Bu tizim juda qulay edi. Ammo u bilan bir qatorda ba'zi muammolar ham paydo bo'ldi. Masalan, ba'zi kishilar pensiya kartalaridan norasmiy biznes faoliyati uchun foydalana boshlashdi. Bu esa davlat nazoratidan tashqarida bo'lgan moliyaviy oqimlarni keltirib chiqardi. Yoki ba'zida keksalarimizning kartalaridan firibgarlar osonlikcha foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ularning ma'lumotlari o'g'irlanishi yoki kartalari boshqa shaxslar tomonidan nazoratsiz ishlatilishi kabi holatlar ham uchrab turardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Moliyaviy tizimni tartibga solish, firibgarlikning oldini olish va moliyaviy operatsiyalar shaffofligini oshirish maqsadida hukumat va banklar pensiya kartalari bilan bog'liq bir qator yangi cheklovlarni joriy etishmoqda. Bu cheklovlar birinchi navbatda pensionerlarning o'z moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda odatiy moliyaviy odatlarga ta'sir qilishi mumkin. Asosiy o'zgarishlar shundan iboratki, endilikda sizning pensiya kartangizdagi har bir operatsiya avvalgidan ko'ra diqqat bilan nazorat qilinadi. Bu nafaqat naqd pul yechish yoki transferlarga, balki hatto yirik xaridlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Bu jarayonning asosiy maqsadi pensiya to'lovlarining maqsadli ishlatilishini ta'minlash va shu orqali ijtimoiy himoyani kuchaytirish, shuningdek pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashdir. Bu o'zgarishlar sizning kundalik hayotingizga qanday ta'sir qilishini bilishingiz shart, toki moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Keling, yangi cheklovlarning har birini batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Kim xavotirlanishi lozim va kimga bu cheklovlar ta'sir qilmaydi? Birik, naqd pul yechish cheklovlari. Bu ehtimol eng sezilarli o'zgarishlardan biri. Endilikda aksariyat banklar pensiya kartalaridan bankomatlar orqali bir oyda yechib olinadigan naqd pul miqdoriga cheklov qo'ymoqda. Masalan, yangi qoidalar bo'yicha siz bir oyda bankomatdan komissiyasiz faqatgina 3 million so'mgacha naqd pul yechib olishingiz mumkin. Bu miqdordan oshgan har qanday summa uchun bank komissiya undirishi mumkin. Bu esa lokin 500 dan erkin 500 gacha bo'lishi mumkin. Bu komissiya summasi har bir bankda o'zgacha bo'lishi mumkinligini unutmang. Bu cheklovning asosiy sababi naqd pul aylanmasini kamaytirish va moliyaviy operatsiyalarni shaffoflashtirishdir. Kim xavotirlanishi kerak? Agar siz har oyda pensiyangizning katta qismini naqd pulda yechib olib, uni do'konda ishlatadigan, bozorlik qiladigan yoki yaqinlaringizga beradigan bo'lsangiz, bu sizga ta'sir qiladi. Masalan, tasavvur qiling. 7 ming yoshli Dilfuza aya har oyda 3,5 million so'm pensiya oladi. U har doim bu pulning hammasini bankomatdan yechib olib, uning bir qismini farzandlariga beradi, bir qismini esa o'zi uy ehtiyojlariga ishlatadi. Masalan, bozorlik uchun. Endi u 3 million so'm yechgandan so'ng qolgan 500 ming so'mni yechish uchun bankka yo'l-to'n 5 boydan 2500 so'm komissiya to'lashi kerak bo'ladi. Bu uncha katta summa emasdek tuyulishi mumkin, ammo doimiy ravishda amalga oshirilsa, bu yiliga ancha yig'ilib qoladi, ya'ni 30 ming so'm. Bu pensiya miqdoridan uncha katta bo'lmagan qism bo'lsa-da, keksa odamlar uchun har bir so'm muhim ahamiyatga ega. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar siz pensiyangizni asosan kartadan to'lovlarni amalga oshirish, do'konlarda POS terminal orqali hisoblash,
yoki kommunal to'lovlarni onlayn to'lash uchun ishlatsangiz, bu cheklov sizga deyarli ta'sir qilmaydi. Masalan, 65 yoshli Botir aka oyga 2,1 million so'm pensiya oladi. Uning 2,5 million so'mi oziq-ovqat va uy ehtiyojlariga do'konlarda kartadan to'lash orqali sarflanadi. 500 ming so'm kommunal xizmatlarga ketadi. Qolgan 200 ming so'mning bir qismini u naqd pulda yechib olib, bozorlik qiladi. Botir akaning naqd pul ehtiyoji 3 million so'mdan oshmagani uchun u hech qanday komissiya to'lamaydi va hech qanday muammoga duch kelmaydi. 2. Asterisk boshqa kartalarga o'tkazmalar bo'yicha cheklovlar. Bu juda muhim jihat. Endilikda pensiya kartasidan boshqa bank kartalariga, ayniqsa pensiya kartasi bo'lmagan kartalarga kunlik yoki oylik o'tkazmalar miqdoriga ham cheklovlar joriy qilinishi mumkin. Ba'zi banklar endi oylik 5 million so'mdan ortiq o'tkazmalarni shubhali deb hisoblashi va qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishi mumkin. Ba'zi hollarda esa o'tkazma summasiga qarab komissiya olinishi ham mumkin. Bu choralar firibgarlikning oldini olish va noqonuniy pul aylanishini kamaytirishga qaratilgan. Kim xavotirlanishi kerak? Agar siz pensiya kartangizdan doimiy ravishda katta summalarni farzandlaringizga, nabiralaringizga o'tkazib tursangiz yoki hatto boshqa odamlar uchun to'lovlarni amalga oshirsangiz, bu sizga tegishli bo'ladi. Misol uchun, 72 yoshli Ra'no aya har oyda o'zining 3 million so'm pensiyasidan 2 million so'mini chet elda o'qiyotgan nabirasining talabalik kontraktiga to'lash uchun uning kartasiga o'tkazib turadi. Qolgan 1 million so'mning 500 mingini esa O'zbekistondagi boshqa nabirasining kartasiga o'tkazadi. Jami 2 million so'm. Endilikda u 2 million so'mlik o'tkazmalarni amalga oshirayotganda bank avtomatik tarzda bu operatsiyalarni nazoratga olishi va hatto qo'shimcha ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Chunki bu bir pensiya kartasi uchun odatiy bo'lmagan faoliyat. Agar bu o'tkazmalar jami 5 million so'mdan oshsa, Ra'no aya qo'shimcha komissiya to'lashiga to'g'ri kelishi mumkin. Yoki bankdan bu o'tkazmalarning maqsadini tushuntirish talab qilinishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar siz pensiya kartangizdan faqatgina shaxsiy ehtiyojlaringizni qondirish uchun foydalansangiz, ya'ni kommunal to'lovlar, uyga gazeta yoki elektr pulini to'lash, oziq-ovqat xarid qilish kabi operatsiyalarni amalga oshirsangiz, bu cheklovlar sizga deyarli ta'sir qilmaydi. Agar siz kamdan kam hollarda oila a'zolaringizga kichik miqdordagi mablag'larni o'tkazsangiz ham, bu odatda muammo tug'dirmaydi. Masalan, 68 yoshli holda aya oyga bir marta 200-300 ming so'mni farzandining kartasiga o'tkazadi. Chunki farzandi u uchun dori-darmon olib keladi yoki bozorlikka yordamlashadi. Bu holatda hech qanday muammo bo'lmaydi. Chunki o'tkazma miqdori belgilangan chegaralardan ancha past. Asosiy yirik xaridlar va g'ayritabiiy operatsiyalar monitoringi. Banklar endilikda pensiya kartalarida amalga oshiriladigan noodatiy va yirik xaridlarni, masalan, yuqori qiymatli texnikalar, zargarlik buyumlari sotib olish yoki bir nechta bir xil turdagi tovarlarni sotib olish kabi operatsiyalarni diqqat bilan kuzatadi. Bu asosan firibgarlikning oldini olish va pensiya mablag'larining maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Agar pensiya kartasidan bir necha million so'mlik yirik xarid amalga oshirilsa, bank mijozdan bu operatsiya bo'yicha qo'shimcha ma'lumot yoki tasdiqlash so'rashi mumkin. Masalan, bitta chek bilan 10 million so'mlik televizor sotib olish yoki bir necha marta 2-3 million so'mlik zargarlik buyumlari xarid qilish shubhali deb topilishi mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Agar siz pensiya kartangiz orqali muntazam ravishda juda qimmatbaho buyumlar sotib olsangiz, bu operatsiyalar bank tomonidan shubhali deb topilishi mumkin. Masalan, 75 yoshli Gulnora aya har oy o'ziga yangi tilla taqinchoq sotib olishni xush ko'radi va har bir taqinchoqning narxi 4-5 million so'm atrofida bo'ladi. Endi bunday xaridlar bankning avtomatik nazorat tizimiga tushishi mumkin va bank sizdan ushbu xarid bo'yicha tasdiq so'rashi, hatto ma'lum vaqtga kartangizni bloklashi ham mumkin. Bunday holatlarda sizga bankka murojaat qilib, operatsiyaning qonuniy ekanligini isbotlash talab qilinadi. Masalan, sotib olish cheki yoki mahsulot kafolat qog'ozini ko'rsatish orqali. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar sizning xaridlaringiz odatiy kundalik ehtiyojlaringiz bilan bog'liq bo'lsa, ya'ni oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar kabi, bu cheklovlar sizga ta'sir qilmaydi. Pensiya mablag'lari avvalgidek sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Faqat uning ishlatilishi shaffofroq bo'lishi kerak. Masalan, 60 yoshli Tursunoy aya har oy o'rtacha 2,5 million so'mlik oziq-ovqat
va dori-darmon xarid qiladi. Uning har bir xaridi 200 so'mdan 500 ming so'mgacha bo'ladi. Bunday operatsiyalar hech qanday shubhaga sabab bo'lmaydi. Chunki ular kundalik ehtiyojlar doirasiga kiradi, tartibli ravishda amalga oshiriladi. 4. Asosiy identifikatsiya va xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi. Endilikda banklar pensionerlardan ba'zi operatsiyalarni amalga oshirishda qo'shimcha identifikatsiya talab qilishlari mumkin. Masalan, yirik miqdorda naqd pul yechishda yoki katta summalarni boshqa kartalarga o'tkazishda sizdan pasportingizni ko'rsatishingiz yoki biometrik ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz, masalan, barmoq izi, yuzni skanerlash so'ralishi mumkin. Bu choralar firibgarlikdan himoya qilishga, shuningdek kartangiz yo'qolgan yoki o'g'irlangan taqdirda pullaringizni saqlab qolishga qaratilgan. Kim xavotirlanishi kerak? Agar sizning kartangizdan boshqa odamlar, hatto yaqin qarindoshlaringiz ham muntazam foydalansa, bu holatda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Sababi, banklar operatsiyani amalga oshirayotgan shaxsning kartaga egalik qiluvchi shaxs bilan bir xil ekanligini tasdiqlashni talab qiladi. Agar Guljahon aya o'z pensiya kartasini o'g'liga berib qo'ysa va o'g'li shu karta orqali bankomatdan pul yechmoqchi bo'lsa, bankomatda yuzni aniqlash tizimi ishga tushib, Guljahon ayaning yuzi va o'g'lining yuzi mos kelmagani uchun operatsiya rad etilishi mumkin. Bunday holatda Guljahon ayaning o'z bankka borib pul yechib berishi yoki operatsiyani tasdiqlashi talab etiladi. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar siz o'z kartangizdan faqat o'zingiz foydalansangiz va bank tomonidan so'ralgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga tayyor bo'lsangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu choralar sizning moliya xavfsizligingizni oshirishga xizmat qiladi. Chunki boshqa hech kim sizning ruxsatingizsiz yoki sizning ishtirok kartangizdan pul yechib ola olmaydi. Shuningdek, ko'plab zamonaviy bankomatlar faqat yuz yoki barmoq izini skanerlash orqali pul beradi. Bu sizning himoyangizni kuchaytiradi. Bu yangi qoidalar qat'iy ko'rinsa-da, ularning o'ziga xos istisnolari, tuzoqlari va kam seziladigan jihatlari mavjud. Ularni bilish sizga moliyaviy operatsiyalarni o'qilini boshqarishga yordam beradi. Bir asosiy istisnolar va maxsus holatlar, asosiy tibbiy xarajatlar. Astirish, agar siz katta miqdordagi mablag'ni tibbiy xizmatlarga yoki dori-darmon sotib olishga sarflasangiz, bu operatsiyalar uchun ba'zi banklarda istisnolar bo'lishi mumkin. Ammo bu holatda sizga tibbiy muassasa tomonidan berilgan cheklar, shartnomalar yoki dori xaridlari uchun kvitansiyalar kabi tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Bu hujjatlarni saqlash va bankka taqdim etish orqali sizning yirik xarajatingiz qonuniy ekanligini isbotlashingiz mumkin. Ba'zi banklar hatto bunday holatlar uchun maxsus xizmatlarni taklif qilishi yoki individual ravishda cheklovlarni vaqtincha olib tashlashi mumkin. Masalan, agar sizga murakkab operatsiya uchun 20 million so'm to'lash kerak bo'lsa, bankka shifoxona bilan tuzilgan shartnomani va hisob varag'ini taqdim etsangiz, bank bu to'lovni cheklovlarsiz o'tkazib berishi mumkin. Yirik bir martalik xaridlar. Masalan, agar siz uy jihozlari, muzlatgich, kir yuvish mashinasi yoki mebel kabi qimmatbaho narsalarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bu operatsiya ham bank nazoratiga tushishi mumkin. Bunday hollarda bank oldindan murojaat qilib, xaridning maqsadini tushuntirish va agar iloji bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lgan narsaning narxi va sotuvchi haqida ma'lumot berish tavsiya etiladi. Ko'pgina banklar mijozning asosli murojaatidan so'ng ushbu operatsiyalar uchun vaqtincha cheklovlarni olib tashlashi mumkin. Misol uchun, men o'g'limning to'y uchun yangi mebel sotib olmoqchiman. Narxi 8 million so'm deb bankka murojaat qilsangiz, bank sizga ushbu xaridni amalga oshirishga ruxsat berishi mumkin. Nogironlik pensiyalari va urush qatnashchilarining pensiyalari. Ba'zi maxsus toifadagi pensionerlar uchun, masalan, nogironlik pensiyasini oluvchilar yoki urush qatnashchilari, cheklovlar biroz yumshoqroq bo'lishi mumkin. Bu davlatning ijtimoiy himoya siyosati bilan bog'liq bo'lib, ushbu toifadagi fuqarolarning moliyaviy ehtiyojlariga ko'proq moslashish imkonini beradi. Biroq bu har bir bankda va har bir holatda bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun o'z banklaringiz bilan aniqlashtirishingiz zarur. Ularning ijtimoiy ahvolini inobatga olgan holda ba'zi imtiyozlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Asosiy qishloq joylaridagi istisnolar. Asosiy qishloq joylarda bankomatlar soni kamligi yoki internet tarmog'i unchalik rivojlanmagani sababli ba'zi banklar qishloq pensionerlari uchun naqd pul yechish cheklovlariga nisbatan ba'zi istisnolarni qo'llashi mumkin. Masalan, chekka hududlardagi aholiga bankomatlar orqali biroz ko'proq pul yechishga ruxsat berilishi mumkin.
Chunki ularda naqd pulga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lishi mumkin. Ammo bu ham bankning ichki siyosatiga bog'liq va uni oldindan bilish muhim. Ikki asar tuzoqlar, pitfalls, firibgarlar faollashishi yangi cheklovlar haqidagi xabarlar firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Ular o'zlarini bank xodimi yoki ijtimoiy ta'minot bo'limi vakili deb tanishtirib, go'yo cheklovlarni olib tashlash yoki yangi tizimga o'tkazish bahonasida sizning karta ma'lumotlaringizni, PIN kod, CV kod, bir martalik parollar so'rashi mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni hech kimga aytmang. Banklar va davlat tashkilotlari hech qachon telefon orqali bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Har doim ehtiyot bo'ling va har qanday shubhali holatda bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Ma'lumot berishdagi qiyinchiliklar. Ba'zi pensionerlar uchun yangi qoidalar bo'yicha bankka qo'shimcha ma'lumot taqdim etish, masalan, hujjatlar ko'rsatish, tushuntirish berish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa internet bank xizmatlaridan foydalanishda tajribasi bo'lmaganlar uchun. Bu vaziyatda yordam berishi mumkin bo'lgan ishonchli oila a'zosidan yordam so'rash yoki bank filiali xodimlariga murojaat qilish muhim. Bank xodimlari sizga tushuntirish va yordam berishga majbur. Banklarning o'z qoidalari, davlat tomonidan umumiy cheklovlar belgilansa-da, har bir tijorat banki o'zining ichki siyosatidan kelib chiqqan holda bu cheklovlarga qo'shimcha qat'iyroq qoidalar kiritishi mumkin. Shuning uchun aynan sizning pensiya kartangiz qaysi bankka tegishli bo'lsa, o'sha bankning qoidalarini aniqlashtirish juda muhim. Masalan, bir bankda naqd pul yechish limiti 3 million bo'lsa, boshqa bankda bu 2,5 million yoki 4 million bo'lishi mumkin. 300 kam seziladigan jihatlar. Unovis nuasiz. Pul yuvish va norasmiy daromadlarga qarshi kurash. Bu cheklovlarning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatdagi pul yuvishga qarshi kurashish va norasmiy iqtisodiy faoliyatdagi moliyaviy oqimlarni shaffoflashtirishdir. Ba'zi kishilar pensiya kartalaridan kichik biznes operatsiyalar uchun foydalanishgan. Masalan, tovarlarni sotib olib, boshqa savdo nuqtalarida sotishda to'lovlarni pensiya kartasi orqali qabul qilishgan. Yangi cheklovlar bunday amaliyotni cheklashga qaratilgan. Chunki pensiya kartalari bunday tijoriy faoliyat uchun mo'ljallanmagan. Elektron pensiya kitobi konsepsiyasi. Kelajakda elektron pensiya kitobi yoki pensionerning shaxsiy raqamli hisob varag'i kabi tizimlar joriy etilishi kutilmoqda. Bu tizimlar pensiya to'lovlarining harakatini yanada shaffof qilish, pensionerlarga o'z mablag'larini yanada samarali boshqarish imkonini berish va ayni paytda firibgarlikdan himoya qilishga xizmat qiladi. Hozirgi cheklovlar bu kengroq raqamli transformatsiya jarayonining bir qismi bo'lishi mumkin. Ya'ni butun tizimni zamonaviyroq va xavfsizroq qilishga qaratilgan. Moslashish davri. Yangi qoidalar bir zumda to'liq kuchga kirmasligi mumkin. Odatda bunday yirik o'zgarishlar uchun ma'lum bir moslashish davri belgilanadi. Bu davrda pensionerlar yangi qoidalarga ko'nikishi va kerakli choralarni ko'rishi mumkin. Bu davr mobaynida banklar mijozlarga tushuntirish ishlarini olib boradi va yordam beradi. Ammo bu davr cheklangan bo'ladi. Shuning uchun xabardor bo'lish va o'zgarishlarga tezroq moslashish muhim. Toki siz kutilmagan muammolarga duch kelmaysiz. Xo'sh, bu yangi qoidalar fonida siz nima qilishingiz kerak? Sizga aniq ko'rsatmalar beraman men. Asosiy o'z banklaringiz bilan bog'laning. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning pensiya kartangizga xizmat ko'rsatadigan bankning filialiga borish yoki ularning ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish. Ular sizga aynan sizning kartangizga nisbatan qo'llaniladigan cheklovlar, naqd pul yechish, o'tkazmalar, xaridlar haqida aniq ma'lumot berishi shart. Har bir bankning qoidalari biroz farq qilishi mumkinligini unutmang. Masalan, Xalq banki yoki Agrobank kabi yirik banklar pensiya to'lovlarida xizmat ko'rsatishda o'ziga xos qoidalarga ega bo'lishi mumkin. Ularning veb-saytlarida yoki mobil ilovalarida ham ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Telefon raqami odatda bank kartasining orqa tomonida yoki rasmiy veb-saytida ko'rsatilgan bo'ladi. Katta summadagi naqd pul yechishdan oldin bankni ogohlantiring. Agar sizga o'yga belgilangan limitdan ortiq miqdorda naqd pul kerak bo'lsa, masalan 5 million so'mga yaqinlashsa, bankomatdan yechishga urinishdan oldin bank filialiga borib, mablag'ni kassa orqali yechib olish niyatida ekanligingizni bildiring. Ko'pgina hollarda kassa orqali yechishda cheklovlar biroz boshqacha bo'ladi yoki bank sizga istisno tariqasida yordam berishi mumkin. Ba'zan oldindan aytib qo'yilsa, qo'shimcha komissiyalarni ham to'lamasligingiz mumkin.
Masalan, bir necha kun oldin bankka telefon qilib, men kelasi hafta 6 million so'm naqd pul yechmoqchiman. Iltimos, menga bu jarayonni tushuntiring va komissiyasiz yechish imkoniyatlari bormi deb so'rashingiz mumkin. Bu sizni kutilmagan to'lovlardan yoki noqulay vaziyatlardan xalos qiladi. Uch osib ikkinchi hisob varaqlarini ko'rib chiqing. Astoshk, agar siz pensiya kartangizdan nafaqat shaxsiy ehtiyojlar uchun, balki kattaroq operatsiyalar, masalan, farzandlarga yirik mablag' o'tkazish, ijara haq olish yoki qo'shimcha daromadlarni saqlash uchun ham foydalansangiz, alohida oddiy debet kartasi yoki jamg'arma hisob varag'i ochish haqida o'ylab ko'ring. Bu sizning pensiya hisobingizni har xil nazoratlardan himoya qiladi va sizning moliyaviy operatsiyalaringizni tartibga soladi. Pensiya kartasi faqat pensiya mablag'lari uchun, boshqa kartalar esa boshqa maqsadlar uchun bo'lsa, sizga osonroq bo'ladi va shubhalarni kamaytiradi. 4. Elektron to'lov usullaridan foydalanishni o'rganing. Kommunal to'lovlar. Uyali aloqa, internet uchun to'lovlarni va do'konlarda xarid qilishda naqd pul o'rniga POS terminallar orqali yoki mobil ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirishga odatlaning. Bu sizga naqd pul yechish bilan bog'liq cheklovlardan qochishga yordam beradi va to'lovlarni amalga oshirishni tezlashtiradi. Mobil banking ilovalari orqali to'lovlar odatda bepul va juda qulaydir. O'zingizga qulay bo'lgan mobil ilovani, masalan, Payme, Klik, Apelsin va Okazi o'rganishga harakat qiling. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va moliyaviy operatsiyalaringizni nazorat qilishni osonlashtiradi. 5. Astrosh karta xavfsizligiga e'tibor bering. Hech qachon PIN kodlaringizni, karta raqamingizni, amal qilish muddatini yoki orqa tomondagi CVV kodini begona shaxslarga, hatto o'zingizni bank xodimi deb tanishtirganlarga ham aytmang. Banklar hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Shubhali xabarlarga yoki qo'ng'iroqlarga javob bermang. Agar shubhali holat yuzaga kelsa, darhol bankning ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Kartaning orqa tomonida ko'rsatilgan raqamga. Kartangizni boshqa shaxslarga bermang, hatto yaqin qarindoshlaringizga ham. Chunki bu sizning javobgarligingizni oshiradi va pul mablag'larining xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 6. Hujjatlarni saqlang. Agar siz yirik xaridlar qilsangiz, ayniqsa tibbiy xarajatlar yoki boshqa muhim xarajatlar bo'lsa, barcha cheklarni, kvitansiyalarni va shartnomalarni saqlab qo'ying. Bu bank so'rovlariga javob berishda sizga yordam beradi. Tasavvur qiling, siz 10 million so'mlik jarrohlik amaliyoti uchun to'lov qildingiz. Bunday vaziyatda shifoxonadan olingan shartnoma va to'lov kvitansiyasi sizning eng muhim dalilingiz bo'ladi va bank tomonidan qo'shimcha savollar tug'ilganda moliyaviy operatsiyangizning qonuniyligini isbotlaydi. Bu oddiy qoida ko'p muammolarni oldini olishga yordam beradi. Yextis. Ma'lumotli bo'ling. Bank xizmatlaridagi o'zgarishlar, yangi qonunlar va nizomlar haqidagi ma'lumotlarni doim kuzatib boring. Bizning kanalimiz ham sizni eng muhim yangiliklardan xabardor qilib boradi. Davlat organlari va banklarning rasmiy veb-saytlarini muntazam kuzatib borishni unutmang. Bu o'zgarishlarga tezkor moslashishga va moliyaviy jihatdan hushyor bo'lishga yordam beradi. Aziz do'stlar, bugungi videomizda pensiya kartalari bilan bog'liq yangi cheklovlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Sizga nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini, kimga bu cheklovlar ta'sir qilishini va qanday qilib ulardan oqilona foydalanish kerakligini tushuntirdim. Unutmang, bu o'zgarishlar sizning moliyaviy xavfsizligingizni oshirishga va firibgarlikning oldini olishga qaratilgan. Bu ma'lumotlar bilan g'ururlangan holda siz o'zingizni yanada ishonchli his qilasiz va moliyaviy muammolarga duch kelmaysiz. Shu sababli bu ma'lumotni eshitganingizdan so'ng qanday fikrlar keldingiz? Sizda qanday savollar bor? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, savollaringizni bering. Biz ularni o'qib chiqamiz va kelgusi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va do'stlaringiz, qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizning moliyaviy bilimlaringizni oshirishga har doim tayyormiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang va moliyaviy jihatdan hushyor bo'ling.